Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki bu masala faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari va hatto pensioner nomiga telefon, karta yoki mobil ilova ishlatib yurgan har bir oilaga tegishli. Men bugun sizga telefoningizda yoki yaqinlaringiz telefonida qanday holatlar bo'lsa, pensiya to'lovlari to'xtab qolishi, ortiqcha olingan pul qaytarib undirilishi yoki karta bloklanishi mumkinligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato sababli odamlar oyma-oy kutgan pensiyasidan vaqtincha ayrilib qolishi yoki keyin katta qarzga tushib qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu ma'lumotni ota-onangizga, bobo-buvingizga, mahallangizdagi pensionerlarga yuboring. Avvallari pensiya masalasi ancha oddiy ko'rinardi. Pensiya pochta orqali yoki bank kartasi orqali pulini olardi. Agar biror hujjat kerak bo'lsa, odam pensiya jamg'armasiga borardi. Mahalla yoki bank orqali aniqlashtirardi. Telefon esa faqat qo'ng'iroq qilish uchun ishlatiladi. Ko'pchilikda smartfon yo'q edi. Mobil ilova, SMS tasdiqlash, onlayn kabinet, bank kartani telefonga ulash degan narsalar deyarli bo'lmagan. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Pensiya ko'pincha bank kartasiga tushadi. Bank kartasi telefondagi mobil ilovaga ulanadi. SMS xabarlar telefon raqamiga keladi. Davlat xizmatlaridagi shaxsiy ma'lumotlar ham telefon raqami bilan bog'lanadi. Ba'zi joylarda pensionerning hayotdaligi, yashash joyi, karta egasi bilan bog'liq tekshiruvlar elektron tizimlar orqali aniqlanadi. Demak, bugun pensionerning telefoni oddiy telefon emas. Uning pensiyasi, bank kartasi, shaxsiy ma'lumotlari va huquqlari bog'langan muhim vositaga aylangan. Shu yerda eng muhim gapni aytaman. Telefoningizda biror narsa borligi uchun davlat sizning pensiyangizni shunchaki olib qo'ymaydi. Lekin telefoningizda noto'g'ri ulangan bank ilovasi, begona odam foydalanayotgan sim karta, pensioner nomidagi karta boshqa odam telefonida turgani, vafot etgan odamning kartasidan pul yechish davom etgani, firibgar ilovalar yoki tasdiqlash kodlari boshqalarga berilgani sababli pensiya to'lovlari to'xtatilishi, tekshiruv boshlanishi yoki ortiqcha olingan pullar qaytarilishi mumkin. Xavf mana shunda. Birinchi xavfli holat. Pensionerning bank kartasi boshqa odam telefonidagi mobil bank ilovasiga ulangan bo'lsa, masalan, otaxonning pensiya kartasi bor. U smartfon ishlatmaydi. O'g'li yoki nevarasi yordam berish uchun kartani o'z telefonidagi bank ilovasiga ulab qo'ygan. Bu o'zi noqonuniy degani emas. Agar pensionerning roziligi bo'lsa va hammasi halol bo'lsa, oila ichida yordam berilishi mumkin. Lekin muammo shundaki, karta egasi pensioner, telefon esa boshqa odamniki. Agar kim pul yechilgan bo'lsa, karta yo'q bo'lsa, kelishmovchilik chiqsa yoki pensioner pulimni ola olmayapman desa, masala murakkablashadi. Bank ham, pensiya jamg'armasi ham pul kim tomonidan ishlatilganini aniqlashga majbur bo'ladi. Oddiy misol keltiraman. 72 yoshli onaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Kartasi kelinning telefonidagi ilovaga ulangan. Kelin bozordan narsa olib beraman deb har oy 300 ming, 400 ming so'mdan yechib yuradi. Onaxon esa pensiyam kamayib tushyapti deb o'ylaydi. Aslida pensiya to'liq tushgan, lekin kartadan keyin pul sarflangan. Agar onaxon shikoyat qilsa, bankdan ko'chirma olinadi. Qaysi kunda, qayerda qancha pul yechilgani ko'riladi. Bu holatda pensiya davlat tomonidan olib qo'yilgani yo'q. Lekin telefon va karta nazoratsiz qolgani uchun odam o'z pulidan ayrilgan. Ikkinchi xavfli holat, pensioner vafot etganidan keyin uning telefoni, kartasi yoki SMS kodi orqali pensiyani olish davom etsa. Mana shu eng jiddiy masala. Agar pensioner vafot etsa, pensiya to'lovlari qonuniy tartibda to'xtatilishi kerak. Ayrim hollarda oila a'zolari buni bilmasdan yoki bila turib, kartaga tushgan pulni yechib olishadi. Baribir otamning puli edi. Dafn marosimiga ishlatdik. Bir oy tushib qoldi. Oldik deb o'ylashadi. Lekin qonun nuqtai nazaridan vafotdan keyin ortiqcha to'langan pensiya qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, pensioner 10 mart kuni vafot etdi. Oilasi kartani o'zida saqlab turdi. Aprel oyida yana 1 million 503 ming so'm pensiya tushdi. Nevarasi bankomatdan yechib oldi. Keyin tizimda vafot holati qayd etildi va ortiqcha to'lov aniqlansa, shu pulni qaytarish masalasi ko'tariladi. Ba'zida bu faqat 1 oy emas, 3 oy, 5 oy, hatto undan ko'proq davom etishi mumkin. Agar har oy 1 million 800 ming so'mdan 5 oy olingan bo'lsa, 9 million so'm qaytarilishi kerak bo'lib qoladi.
Shuning uchun telefoningizda vafot etgan yaqin insoningizning bank ilovasi, kartasi, SMS kodi, PIN kodi saqlanib turgan bo'lsa, buni darhol tartibga solish kerak. Uchinchi xavfli holat. SIM karta pensioner nomida, lekin undan boshqa odam foydalanayotgan bo'lsa, hozir ko'p xizmatlar telefon raqam orqali tasdiqlanadi. Bank ilovasiga kirish uchun SMS keladi. Davlat xizmatlari portalida ham telefon raqam muhim. Agar pensioner nomidagi SIM kartani boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, u odam tasdiqlash kodlarini ko'rishi, karta operatsiyalarini amalga oshirishi yoki shaxsiy ma'lumotlarga kirishi mumkin. Pensioner esa bundan bexabar qoladi. Misol uchun buvining nomida SIM karta bor, lekin telefonni nevarasi ishlatadi. Buvining pensiya kartasi ham shu raqamga bog'langan. Bankdan 500 ming so'm yechildi degan SMS keladi. Lekin SMSni buvi emas, nevarasi ko'radi. Bunday holatda bu pul qayerga ketganini bilmaydi. Keyin pensiyamni kamaytirish deb o'ylashi mumkin. Aslida esa muammo nazoratning yo'qligida. 4-xavfli holat telefonda shubhali ilovalar o'rnatilgan bo'lsa. Bu yerda men ayniqsa pensionerlar va ularning farzandlarini ogohlantiraman. Pensiyangiz oshdi, ilovani o'rnating. Davlatdan yordam puli chiqdi. Havolaga bosing. Kompensatsiya olasiz. Karta raqamingizni kiriting. SMS kodni ayting, pul tushirib beramiz degan xabarlar firibgarlarning eng ko'p ishlatadigan usuli. Bunday ilovalar telefoningizdagi SMSlarni o'qishi, bank ilovasiga kirish ma'lumotlarini o'g'irlashi yoki kartangizdan pul yechishi mumkin. Masalan, pensionerga Telegram orqali xabar keladi. Sizga 2 million so'm yordam puli ajratildi, ro'yxatdan o'ting. Havolan bosadi. Sayt bank saytiga o'xshaydi. Karta raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodini kiritadi. Bir necha daqiqadan keyin kartadagi 1 million 300 ming so'm yechib olinadi. Pensioner ertasi kuni bankka borib, pensiyam yo'qoldi deydi. Bank ko'chirmasida esa pul onlayn to'lov orqali ketgani ko'rinadi. Bu holatda pensiya olib qo'yilmagan, lekin telefondagi shubhali havola va kodni berish sababli pul yo'qotilgan. 5-xavfli holat. Pensioner uzoq muddat boshqa davlatda bo'lsa yoki yashash holati o'zgargan bo'lsa, lekin bu haqda vaqtida xabar berilmasa, ayrim turdagi pensiya va nafaqalar, yashash joyi, doimiy ro'yxat, parvarish holati, ishga joylashish yoki boshqa shartlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Hozir bunday ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtiriladi. Telefoningizda bank ilovasi ishlab turibdi. Karta orqali pul yechilyapti. Lekin pensioner o'zi mamlakatda emas yoki hujjatlarda o'zgarish bo'lgan bo'lsa, tekshiruv yuzaga kelishi mumkin. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan, pensiyasi bank kartasiga tushadigan barcha pensionerlar. Ikkinchidan, smartfon ishlatishni yaxshi bilmaydigan keksa insonlar. Uchinchidan, pensionerning kartasini farzandi, kelini, nevarasi yoki boshqa qarindoshi boshqarayotgan oilalar. To'rtinchidan, vafot etgan yaqinning telefoni, kartasi yoki SIM kartasi hali ham uyda turganlar. Beshinchidan, Telegram, SMS yoki qo'ng'iroq orqali yordam puli, pensiya oshishi, kompensatsiya deb kelgan havolalarga ishonadigan odamlar. Kimlar ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Agar siz pensiyangizni o'zingiz olsangiz, kartangiz o'zingizda bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda va o'zingiz ishlatayotgan bo'lsangiz, SMS kodini hech kimga bermasangiz, shubhali ilovalarni o'rnatmasangiz, sizda asosiy xavf ancha past bo'ladi. Yana bir bor aytaman. Telefoningizda bank ilovasi borligi yomon emas. Aksincha, to'g'ri ishlatilsa bu qulay. Yomon tomoni parol, kod, karta va shaxsiy ma'lumotlar nazoratsiz qolishi. Eng birinchi nozik jihat. Pensiya bilan bank kartadagi pulni farqlash kerak. Pensiya davlat tomonidan hisoblanadi va bank kartaga o'tkaziladi. Pul kartaga tushganidan keyin u bank operatsiyalariga aylanadi. Agar kartadan pul yechilgan bo'lsa, bu har doim ham pensiyani olib qo'yishdi degani emas. Ba'zan pensionerning o'zi xarid qilgan bo'ladi. Ba'zan qarindoshi yechgan bo'ladi. Ba'zan avtomatik to'lov ketgan bo'ladi. Ba'zan firibgarlar yechgan bo'ladi. Shuning uchun birinchi ish bank ko'chirmasini olish. Ikkinchi nozik jihat. Ortiqcha to'langan pensiya qaytarilishi mumkin. Bu odamlarni eng ko'p hayron qoldiradigan masala. Axir karta bizda edi, pul tushdi, demak olish mumkin deb o'ylashadi. Yo'q, har doim ham bunday emas. Agar pensiya to'lash uchun asos yo'qolgan bo'lsa, masalan, pensioner vafot etgan bo'lsa yoki nafaqa sharti o'zgargan bo'lsa, keyin tushgan pullar ortiqcha to'lov deb ko'rilishi mumkin. Bu pulni qaytarish oilaga og'ir tushadi. Shuning uchun bunday vaziyatda darhol pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish kerak.
Uchinchi nozik jihat ishonchnoma masalasi. Ba'zi pensionerlar kasal bo'ladi, yura olmaydi, bankka bora olmaydi. Bunday paytda farzandi yoki qarindoshi uning nomidan ish yuritishi uchun qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, otam menga ruxsat bergan degan gap ba'zi vaziyatlarda yetarli bo'lmasligi mumkin. Bank, davlat idorasi yoki pensiya jamg'armasi hujjat so'rashi mumkin. Ishonchnoma bo'lsa masala ancha ravshan bo'ladi. Kim, qaysi vakolat bilan, qaysi muddatga pulni olishi yoki hujjat topshirishi ko'rsatiladi. 4-nozik jihat. Parol va SMS kod hech qachon vakolat hujjati emas. Ba'zi odamlar onam menga SMS kodini aytdi, demak ruxsat berdi deb o'ylaydi. Lekin SMS kod bu xavfsizlik vositasi. U shaxsni tasdiqlash uchun yuboriladi. Uni boshqa odamga berish bank xavfsizligini buzadi. Agar keyin pul yo'q bo'lsa, isbotlash qiyin bo'ladi. Shu sababli pensionerlar farzandlariga ham, bank xodimi deb qo'ng'iroq qilgan odamga ham, davlat xizmatidanman degan odamga ham SMS kodini aytmasligi kerak. 5-nozik jihat. Telefonda masofadan boshqarish ilovalari bo'lsa, bu juda xavfli. Ayrim firibgarlar pensionerga qo'ng'iroq qilib, telefoningizni tekshirib beramiz, kartangiz bloklanmasligi uchun ilova o'rnating, pensiya pulingizni himoya qilamiz deb aytadi. Keyin AnyDesk, TeamViewer yoki shunga o'xshash masofadan boshqarish ilovalarini o'rnatishga ko'ndiradi. Bunday ilova orqali firibgar telefon ekranini ko'rishi, tugmalarni bosishi, SMS kodlarini o'qishi, bank ilovasiga kirishi mumkin. Agar telefoningizda o'zingiz tushunmaydigan, kimdir aytgani uchun o'rnatilgan masofadan boshqarish ilovasi bo'lsa, darhol tekshiring. 6-nozik jihat. Qarz va majburiy undirish masalasi. Ba'zi odamlar kartadan pul yechilib ketganini ko'rib, pensiyamni olib qo'yishdi deydi. Aslida esa bank krediti, aliment, sud qarori, kommunal qarzdorlik yoki boshqa majburiy undirish bo'lishi mumkin. Bunday holatda telefoningizdagi bank ilovasida ushlab qolindi, yechildi, avto to'lov, qarz qoplandi kabi yozuvlar chiqadi. Har bir yechimni pensiya jamg'armasiga bog'lab qo'ymaslik kerak. Avval bankdan aniq ma'lumot olish zarur. 7-nozik jihat. Pensiya kartasini boshqa odamga berish odatga aylanib qolgan bo'lsa, xavf oshadi. Kartani berib, pin kodini aytib, olib kelaver deyish ko'p oilalarda bor. Lekin karta yo'qolsa, pul yechilsa, nizoli vaziyat chiqsa, isbotlash qiyin. Ayniqsa pensionerning xotirasi sustlashgan bo'lsa, u kimga nima berganini eslolmasligi mumkin. Shuning uchun pul olish tartibini oilada ochiq va qonuniy qilish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Hozir nima qilish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensionerning telefoni va SIM kartasini tekshiring. Telefon raqami kimning nomida? Shu raqam bank kartaga bog'langanmi? SMS xabarlar qayerga keladi? Agar pensionerning kartasi boshqa odam telefoniga ulangan bo'lsa, buni oilada ochiq muhokama qiling. Pensioner rozimi? Pul qayerga ishlatilmoqda? Har oy qancha tushyapti? Qancha yechilyapti? Bularni yashirmaslik kerak. Iloji bo'lsa, bank ilovasini pensionerning o'z telefoniga ulang yoki ishonchli. Hujjat bilan rasmiylashtirilgan vakil orqali yuriting. Ikkinchi qadam, bank ko'chirmasini oling. Agar pensiya kam tushayotgandek tuyulsa yoki pul yo'qolayotgan bo'lsa, taxmin bilan yurmaslik kerak. Bankka boring yoki rasmiy bank ilovasi orqali oxirgi 3 oy yoki 6 oy ko'chirmasini oling. Unda pensiya qachon tushgani, qayerda pul yechilgani, qaysi do'konda to'lov bo'lgani, qaysi xizmatga pul ketgani ko'rinadi. Agar tushunarsiz operatsiya bo'lsa, bankka yozma ariza bering. Arizada falon sanada falon miqdordagi operatsiya bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozing. 3-qadam, shubhali ilovalarni o'chiring. Telefoningizda o'zingiz bilmagan ilova bo'lsa, ayniqsa pul olish, yordam puli, bonus, tekshiruv, himoya, masofadan yordam degan nomlar bilan turgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Android telefonlarda sozlamalarga kirib, ilovalar ro'yxatini ko'ring. Keraksiz va shubhali ilovalarni o'chiring. Ruxsatnomalarni tekshiring. SMS o'qish, ekran ustida ko'rinish, telefonni boshqarish, kontaktlarni ko'rish kabi ruxsatlar xavfli bo'lishi mumkin. Agar tushunmasangiz, ishonchli mutaxassisga ko'rsating, lekin telefonni bozordagi tasodifiy odamga barcha parollar bilan topshirmang. 4-qadam, barcha parollar va PIN kodlarni yangilang. Bank kartaning PIN kodini almashtiring. Bank ilovasiga kirish parolini o'zgartiring. Telefon blokirovkasini qo'ying. Agar telefon faqat chizilgan oddiy shakl bilan ochilsa va hamma bilsa, bu xavfli. Kuchli parol yoki barmoq izi ishlating.
Lekin barmoq izi ham pensionerning roziligisiz boshqa odam tomonidan ishlatilmasligi kerak. 5-qadam SMS kodlarni hech kimga aytmaslik qoidasini o'ylab olib kelishib oling. Men har doim shunday deyman, bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham, davlat xizmatlari xodimi ham sizdan telefon orqali kod so'ramasligi kerak. Agar kimdir kod keladi, ayting desa qo'ng'iroqni darhol o'chiring. Keyin bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Hech qachon qo'ng'iroq qilgan odam bergan raqamga qayta qo'ng'iroq qilmang. Rasmiy raqamni kartaning orqasidan yoki bank saytidan tekshiring. 6-qadam. Vafot holati bo'lsa, kartadan pul yetishga shoshilmang. Bu juda nozik va og'ir vaziyat, lekin aytishim shart. Yaqiningiz vafot etgan bo'lsa, uning telefoni, kartasi, bank ilovasi va SIM kartasini tartibga soling. Tegishli hujjatlar bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Odatda o'lim haqidagi guvohnoma, marhumning hujjatlari, murojaat qilayotgan shaxsning pasporti, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Dafn puli yoki boshqa qonuniy to'lovlar bo'yicha ham alohida tartib bo'lishi mumkin. Shuni joyingizdagi mas'ul idoradan aniq so'rang. Lekin kartaga tushibdi, yechib olaylik degan yondashuv keyin muammo tug'dirishi mumkin. 7-qadam. Agar pensioner kasal yoki yura olmaydigan bo'lsa, ishonchnoma masalasini hal qiling. Notariusga murojaat qiling. Pensionerning holatiga qarab uyga chaqirish tartibi bor yo'qligini so'rang. Ishonchnomada kim pul olishi, qaysi bankda, qaysi muddatga, qanday vakolat bilan ish yuritishi aniq yozilishi kerak. Shunda keyin oila ichida ham, bankda ham, davlat idoralarida ham tushunmovchilik kam bo'ladi. 8-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma murojaat qilishni biling. Agar pensiya to'xtab qolsa, kamaygandek ko'rinsa yoki ortiqcha to'lov haqida xat kelsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Pasport pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank karta ma'lumotlari, bank ko'chirmasi, kerak bo'lsa, o'lim guvohnomasi yoki ishonchnoma kabi hujjatlarni olib boring. Arizada pensiya to'lovim nima sababdan to'xtatilgani yoki kamayganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozing. Yozma javob bo'lsa, keyingi qadamni to'g'ri tanlaysiz. 9-qadam. Oiladagi keksa insonlarga telefon xavfsizligini oddiy tilda tushuntiring. Hech kimga kod aytmang, begona havolaga bosmang. Pul beramiz degan xabarga ishonmang. Bank kartani suratga olib yubormang. Pasport rasmini Telegramga tashlamang. Telefoningizga kimdir ilova o'rnatib bermoqchi bo'lsa, avval farzandingizga ayting kabi qoidalarni yozib, ko'rinadigan joyga yopishtirib qo'ying. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin ko'p firibgarliklarning oldini oladi. 10-qadam. Yaqinlaringizning telefonida bank ilovasi bo'lsa, rasmiyligini tekshiring. Ilova faqat rasmiy Play Market yoki App Store'dan yuklangan bo'lishi kerak. Telegramdan yuborilgan APK faylni o'rnatish juda xavfli. Bank nomiga o'xshash soxta ilovalar ham bo'lishi mumkin. Rasmiy bank ilovasining ishlab chiquvchisi yuklab olishlar soni. Izohlari va bankning rasmiy saytida ko'rsatilgan havolasi orqali tekshirish kerak. Yana bir muhim maslahat: har oy pensiya tushgan kuni pensioner bilan birga balansini tekshiring. Masalan, bugun 1.600.000 so'm tushdi. Shundan 500.000 so'm dori darmonga, 400.000 so'm oziq ovqatga, qolgani kartada qoldiramiz deb ochiq reja qiling. Bu nafaqat moliyaviy tartib, balki oila ichidagi ishonchni ham saqlaydi. Keksa inson o'z pulining qayerga ketayotganini bilsa, o'zini hurmat qilingan his qiladi. Agar pul firibgarlar tomonidan yechib olingan bo'lsa, darhol 3 ta ishni qiling. Birinchisi, bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Ikkinchisi, bankdan operatsiya bo'yicha ko'chirma va ma'lumot so'rang. Uchinchisi, ichki ishlar organlariga ariza bering. Telefoningizdagi shubhali havola, SMS, qo'ng'iroq raqami, Telegram yozishmalari, chek va skrinshotlarni o'chirmang. Bular dalil bo'lishi mumkin. Bugungi gapning eng muhim mazmuni shuki, pensiya telefoningizda turgan biror ilova uchun avtomatik olib qo'yilmaydi. Lekin telefon, SIM karta, bank ilovasi, SMS kod va pensiya kartasi nazoratsiz qolsa, pulingiz yo'qolishi, to'lov to'xtashi, tekshiruv boshlanishi yoki ortiqcha olingan summa qaytarilishi mumkin. Ayniqsa, pensionerning kartasi boshqa odam telefoniga ulangan bo'lsa, vafot etgan insonning kartasidan pul yechilayotgan bo'lsa, shubhali ilovalar o'rnatilgan bo'lsa yoki SMS kodlar boshqalarga berilayotgan bo'lsa, buni bugunoq tekshirish kerak. Men sizdan iltimos qilaman, hozir videoni yopib qo'ymasdan oldin
ota-onangiz yoki bobo buvingizning telefonda bank ilovasi qanday ulanganini, SMS kimga kelayotganini, kartasi kimda ekanini va shubhali ilovalar bor yo'qligini tekshiring. Agar bu ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Sizning oilangizda pensiya kartasini kim boshqaradi? Pensionerning o'zi yoki farzandlari yordam beradimi? Bu savol juda muhim. Chunki boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Yaqinlaringizni ogohlantiring. Chunki bitta SMS kod yoki bitta noto'g'ri ilova butun oylik pensiyani yo'qotishga sabab bo'lishi mumkin.